Yana o'sha gap so'zlar. Rustamjonov tezroq ustiga kirib bormoqchi raqibini. Qaysar yapti. Yaxshi. Rustamjonov bu safar ta'sir qila oldi raqibiga. Gap yo'q. Birinchi ruhan chalg'itdi, keyin esa markazga tepgan ekan. Qo'l xuddi o'sib chiqqandek bo'ldi birdaniga yelkadan. Ajoyib seyf, ajoyib reaksiya ko'rsatdi. Va mana Shokirov sherigi uchun ham xursand. Endi bizdan zaxiradan maydonga tushgan, yaqindagina tushgan Saidmurod. Bittasini topa olmadik, mana Behruz Saidmurod. Chiziq ustida bo'lmagan bo'lishi mumkin. Hozir shu takrorlarni ko'rib chiqiladi. Buni ham ko'rsatdi. Qarang. Yo'q, bitta oyoq turibdi-ku. Narigi oyoq qoldi. O'sha narigi oyoq turibdi-ku, narigi oyoq chiziqda. Endi millimetrini nimasini ko'radi. Golmi? Gol. Hey. Hisobga olindi. Bizning foydamizga hal bo'ldi. Ha. Millimetrlar bo'lsa ham yetarli. Chiziq ustida oyoq turgan bo'lsa bo'ldi, yetarli. Sariq kartochka ko'rsatildi. Arvachalik darvozabon. Bu ham nimadir qildi shekilli. Yaxshi do'stlar, yaxshi. Yaxshi ketyapmiz. Faqat Saidmurodov urib bizni rasman hisobda oldinga olib chiqsa bo'ladi penaltilar seriyasi. Ruxsat bor. Behruz zarba berdi va gol urdi. Kuchli tepdi va qaytara olmadi darvozabon. Keldi, qaytara olmadi.